Assalomu alaykum. Biz uzoqda yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar. Navbatdagi ishlarimizni qurib o'rnashtirib bo'ldik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Kapti qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Anvarjon akamning xonadonlariga. Akamiz musofirda bizni kuzatib bor ekan, YouTube kanalida chaqirishganda kelib chiroyli narxlarda kelishtirib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz sizlarga fason materiallarini tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz fasollari karkali fason, reflonkalis bir qavatli bo'ldi. Darvozamizga ishlatilgan materiallar chetdagi stoykalarimiz 10 ga 10, 2,5 sm qalinlikda bo'ldi. Tepalari 10 ga 5, pastlari ham 10 ga 5 lik shvillerdan qo'yib berdik, o'ziga moslab. Darvozamizga ishlatilgan rama profillar 6 ga 4, 1,7 sm qalinlikda bo'ldi. Listlarimiz 2 lik qora bitirilgan plastik qalin listda bo'ldi. Kraskalarimiz Devoga 2 balishli kraskadan chiroyli qilib berganmiz. Zamoklarimiz o'sha Zubur zamokda. Yaxshi firmasidan qo'yib berdik. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Darvozamizning razmeri eniga 385, balandligi 325 razmerda bo'ldi. 1 kvadratini 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 10 million 900 ming so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli tayyorlab beramiz. Qolishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmaysizlar azizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.